Bir görüşümüz mü desem biraz şu hang için bilen görüşeceğiz. Müsaitmeye de sonra gitmiyorsun tabii. Bir de işte o tarihim Sonraki arkasına Rahmet. Aleyküm selam tuzağınız. Ben unaqa joylarga bormayman. Unaqa joylarga varım ben. Umid onang yo'qotding bu yerda. Salom, yaxshimisiz? Hormasiz bilan. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bor bo'lyapsizlar desam, hormay. Almasni sevasizmi-da? Потому что almasdan bor foyda. Mana almasman ki mana sen yo. Mirza Ahmedov görünmeye gitti. Assalamu aleyküm. Balkon kapı. Sakrama kapı. Домашний kiyim yarışarken qayerda? Qanday bo'lib qolasan deydilar. Qanday qolasan? Ko'pchilik aytadi, yarashmas ekan. Menga yoqdi. Rahmat. Sizga hammasi yarashadi chunki go'zal qiz ekansiz. Rahmat. Qani bitta o'sha gapingizga olmas tashlang-chi. Gapingiz rost bo'lsa, sizni eringiz yo'qmi? Bor, erim uxlayapti hozir. O'sha uchun men bego'da o'tiribman. Nima edi? Afisha, rahmat. Bu maktorlar kerak emas bu qizga. Точно. Shuncha paxtani ko'rdim, yana olmas deysizmi? Tashlang bu narsa. Mirza Ahmedovga o'xshab shitlanib tashlamayapsizmi? Afisha tashlagan bir dona olmas men bilan tanishing. Nomeringizni yozib oling, telefon qilaman. O'zi kim bilan tanishsam ekan deb o'tirgan. 007 kimga поделиться etdingiz? 007 kimga поделиться qildingiz? Drakonda uchta kecha kirmadinglar. Siz tashladingizmi drakonni? Kimga? Sir bo'lmasa qayerlik Xorazmdan bilib qoldingizmi? Da, qani endi поделиться qilganingiz uchun. Balkon, kafe, shuncha normalniy o'rinli odamlar o'tiribdi, lekin bir inson bir cho'p tashlamaydi. Tavba qildim. Shunaqasi ham bo'lar ekan. Kızımga ovqat qilmoqchi edim. Neden ko'nglingiz bo'sh ekan, tanishmayman, nomerini yozing deb. Ko'nglimda bo'shi bor meni. Men mehmonga boraymi? Mustafa, keling mehmonga. Qaraman ketdim. Sog'ilib bo'lganman, ishda edim, kecha kirsam tashman. Xo'p. Sizni bilaman, Mirza Ahmedov. Aytganingizni qilasiz.
Sen